men o'zimni sotaman. O'ylaymanki qimmatroqqa. Ona, meni kechiring. Qornim to'q deb oxirgi ovqatni bizga berishingizdan charchadim. Men ketyapman. Kechir. Men bunday yashashdan charchadim. Onamga yordam kerak, singlim o'qishi kerak. U yerda hammasi boshqacha bo'ladi. Har kuni qo'ng'iroq qilaman onajon. Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu shunchaki yangi hayot boshlanishi. Keldingmi nihoyat? Ketdik, tashqarida taksi kutib turibdi. Qalay? Kvartira zo'r-a? Kiyimingni almashtir, o'zingga kel. Muzlatkichda ichimliklar bor. Nahotki bu men bo'lsam? Hech qachon bunday qimmat narsa kiymaganman. Qara, Akbarovich 60 yoshda. Yaxshi odam. Sendan faqat bitta narsa talab qilinadi, chiroyli bo'lib yonida yurish va ortiqcha savol bermaslik. Sen Guli tasvirlagandan ham chiroyliroq ekansan. Mening ismim Nozima. Bugundan boshlab dugonamiz. Xullas, eshit. Uning ishlari haqida so'ramaysan, siyosatga aralashmaysan, qishloqdan kelganingni aytmaysan, unga qishloqlik qizlar yoqmaydi.